Diqqat! Aliment puli to'lovchi ishsiz fuqarolar ogoh bo'ling. Hozirgina xushxabar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni doim qo'llab-quvvatlasin. Diqqat qiling. Endi ishsiz aliment to'lovchi qarzdorlar ish bilan ta'minlanadi. Ishsiz yurgan aliment to'lovchilar vaqtida alimentlarini to'lab borishi uchun Bandlik vazirligi tomonidan ishga joylashtiriladi. Qonunchilikda aliment to'lovchilarni ishga joylashtirish bo'yicha mas'ullarning vakolatini oshirish kerak. Aks holda odamlar ishsiz yuraveradi. Odamlarning muammolari oshaveradi. Aliment masalasi yechilmaydi. Aliment olish kerak bo'lgan bolalarning yoshi katta bo'laveradi. Aliment olmasdan yuraveradi, deyiladi vazirlik xabarida. Hurmatli tomoshabin, video ostiga like tugmachasini bosib, xabarni aliment to'lovchi va aliment oluvchi tanishlaringizga jo'natib qo'ying.